Assalomu alaykum. Ismim Ozodbek Mirasimov. 8-maktab 10-sinf o'quvchisiman va hozir 16 yoshdaman va 16 yoshda dasturlashni o'rganib, hozirgi loyihalarimni boshlaganman. O'zi boshida dasturlashni 1,5 yil oldin Prox akademiyasi boshlaganman va Prox akademiyasini tugatishdan so'ng loyihalar qilishni davom etganman va hozirda aynan startup yo'nalishi bo'yicha jamoamiz bilan ishlab bormoqdamiz. Masalan, hozirgi loyihalarimizdan biri Bolajon loyihasi yoki Avtojon kabi loyihalarimiz bor va bu loyihalarimiz davomida 1 yil davomida jamoamiz bilan harakat qilgan holda $1 million topish harakat qilyapmiz. Ya'ni 1 yillik maqsadimiz $1 million. Sababi Bolajon loyihamiz oladigan bo'lsak, Bolajon loyihamiz bu 5 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bolalar yoki yoshlar uchun ota-onasi bilan birga ingliz tilini o'rganish uchun kerak bo'ladigan platforma va bu har biri oylik to'lov orqali ishlaydi. Va shu orqali biz startup orqali jamoamiz bilan birga $1 million ga erishmoqchimiz. Bizning maqsadimiz shu va yoshlarga beradigan maslahatim doim izlaning, o'qing va mustaqil ta'limni eslatib qo'ying. Mustaqil ta'lim bu asosiy katta yutuqlarga erishishning yagona yechimlaridan biri. Mustaqil ta'lim orqali siz ustozlaringizdan tashqari o'zingiz mustaqil harakat qilishingiz aytiladi. Ya'ni ustozsiz emas, balki o'zingiz qancha ko'proq harakat qilsangiz, shuncha ko'proq natijaga erishishingiz bo'yicha. Mustaqil ta'lim orqali siz ham bu natijaga erishishingiz mumkin. Hammaga rahmat.